Assalomu alaykum akalar, ukalar. Bo'ladigan kanali mana o'zini faoliyatini davom ettiryapti. Mana xudo xolasa sizlarga 20 tacha mashinani tayyorlab qo'yganmiz. Odil aka mana hozir tushuntirib beradi. Odil aka, qanaqa shartlarimiz, qanaqa qulayliklarimiz bor aka bizda? Assalomu alaykum akalar, opalar, uzoq qilib ko'rayotganmiz. Bizda qulayliklarimiz juda ko'p. Olasi dikosini olib kelsin, olasi batisini olib kelsin. Qizig'i yo'q. Mashinasi bo'lsa bo'ldi, olaveramiz. To'qqa tushirmasdan hisoblab olib qolamiz. Hisoblab, bozor necha pulga so'ragan bo'lsa, xuddi shundan qilib bichib olib qolaveramiz. Yo'q, uyimda molim bor, qo'yim bor deydigan bo'lsa, xohlasin go'shtga pishib olamiz. Xohlasin shunday qo'rasiga boramiz, ko'ramiz. Shunday bozorlarga sotib olaveramiz. Qizig'i yo'q. Xo'p, endi aka masalan boshqa viloyatdan, boshqa tumanlardan bo'lsa-chi? Vodiyda bo'lsa, Perivalgacha dastlabkamiz bekarga. Boshqa viloyatdan bo'ladigan bo'lsa, kesin gastinsasi o'zimizdan mashinani ko'radi, yoqadi. Yoqtirgandan keyin ustasigini bilan xohlasa kesin, xohlasa ustalarimiz bor. Shaharda to'ldir. Hammasi hozir ustaxona olib ketgan, bemalol. To'g'ri. Boradi, ko'radi, ishini bir kunda bitkizib beraman. Bir kunda bitkizib olmasam, gastinsasi meni yonimda. Xo'p aka, masalan o'zga yurtda ishlab yurgan musofir aka-ukalarimiz bor. To'plab qo'ygan puli bordir, $1000dir, $2000dir. Ular masalan uzoq joydan turib mashinani kelib ko'ra olmaydi, tekshira olmaydi. Ularga qanaqa bir sharoitlarimiz bor? Ota-onasini tug'ilgan kuniga 60-70 yubileyiga podarka qilmoqchi bo'lsa, qanaqa sharoitlarimiz bor? Endi ular naqd pulga oladigan bo'lsa, to'yini qilib, nagi chiroyli gulchambarlarni qo'yib, o'zi xohlagandek qilib uyga olib borib beramiz. Yo'q, 1000 so'm, 1,5 so'm pulim bor deydigan bo'lsa, uydagi akasimi yo bolalarimi Liboy o'ziga yaqini bilan keladi. Pasport toza bo'lsa, bitta pasport chiqarib beraveraman. 1000 so'm, 1,5 so'mga hamma yo'q rasxodni ichida. Mana misol uchun mana bu mashinani 1,5 mingga chiqarib beraman. Hamma rasxodni ichida. Holati qanaqa buni aka? Holati 2020-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, bu mashinamiz 2020-yilda chiqqan 3-pozitsiya Gentra, Amerikankasi bor. ABS diska lyuki, tonirovkalari ham bor, Malibu bar, Malibu roll, bir balolari bor. Mashinani holati zo'r, yurish-turishlariga gap so'z yo'q. Xohlagan ustalarga borib ko'rsatib tekshirib olsalar bo'laveradi. Bo'ladigan narxi $1500 bilan muomalaga kredit bo'ladi. Naqd pulga kelib xarid qilmoqchi bo'lsanglar $11000 ga beramiz. Xo'p, bu mashinamiz qanaqa Odil aka? 2022-yilda chiqarilgan. Toza deb oldik, toza deb sotamiz. Ustasiga olib boradi, ko'rsatadi. Pulini notarda sanab beraveradi. Xohlasin naqd pulga, xohlasin bankka, xohlasin qo'ymolga barcha. Buni narxi necha pul ekan? Bankka deydigan bo'lsa, 1,5 mingga chiqarib beraman. Hamma yo'q, hamma rasxodni o'zimdan. Yo'q, u siz aytgan narxingiz bo'lib qolsa bo'lmaydi. Odil aka, hech bo'lmasa masalan Farg'onadan keladigan odam $50, $100 rasxod qilib keladi. Hech bo'lmasa $100 kelgan odamga bonus qilib o'tib berishingiz kerak bo'ladi aka. Agar Andijondan boshqa joydan keladigan bo'lsa $100